Agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, birodarlar, koinotga nido qildiradi Jabroil alayhisalom orqali. Ey Jabroil, men falonchini yaxshi ko'rdim, siz ham yaxshi ko'ring. Jabroil alayhisalom yaxshi ko'radi. Samo ahliga nido qilinadi. Samo ahli yer ahliga nido qiladi. Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Kimni qalbi Alloh taologa nisbatan muhabbat bilan to'lsa, dunyo oxiratda saodatli bo'ladi. Kim Alloh taoloning o'zigagina muhtoj bo'lsa, Alloh taoloning o'zigagina dardini aytsa, boshqasidan kutmasa, odamlar bu odamga muhtoj bo'ladi, lekin bu odam hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam, ikki ko'zimning nuri, yuragimni huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam.